tayyor ishlab turgan biznes sotuvga chiqqan. Juda ham arzon narxda. 35 sotiqli joy. Yangi bozordan 2,5 kilometr uzoqlikda. Ko'ryapsizlar, katta qilib naveslarni qilib qo'ygan. Bu yoqda ichkarida xonalari bor, sharoit bor xullas. Ferma qilasizmi, ishlab chiqarish qilasizmi? Narxi 1 sotiga $7,500 dan so'rashyapti. Kelib joyida 1-2 so'mini gaplashsangiz, o'tib beradigan joylari ham bor. Svet bor, suv bor. Ko'ryapsizlar atroflarimizni, orqa taraflarimiz dala, shunda atroflarimiz o'rab bo'lingan. Katta yuk mashinasi kirish uchun ham joylari bor. Yo'llari ham juda ham qulay qilingan. Yangi Toshkentga ham orasi 3 kilometr. Agar siz beton zavod qurib olib turib, yangi Toshkent bilan ishlayman desangiz ham, sizga juda ham qulay lokatsiya hisoblanadi. Mabodo siz chorvachilik qilib, bu yerda ferma qilaman desangiz ham, aholi joydan ancha ichkarida, hech kimga xalaqit bermaydi. Bemalol biznesingizni qilsangiz bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan vagonchamiz chiqib ketiladi, qolgan hamma narsa tashab ketiladi. Kattagina elektroshitlargacha o'rnatib qo'yilgan. Bemalol xohlagancha ishlab chiqarish qilsangiz bo'ladi. Konteynerlargacha o'rnatib qo'ygan, tashab ketiladi. Xullas, bu joyda biznesingizni rivojlantirish uchun juda ham yaxshi lokatsiya. Yangi Toshkentga yaqin joydan bunaqa joy topa olmaysiz. 35 sotiqli joy, xususiy nijuroy qilingan, kadastrlarda hech qanaqa muammosi yo'q. Notariusga tayyor holatda turibdi. Yana eslatib o'tamiz, 1 sotiga 7,5 mingdan yaxshigina o'tib beradi kelib joyida gaplashsangiz. Shunaqa ishxona, 35 sotiqli joy qidirganlarga shu videoni jo'natib qo'ying. Pastdagi raqamlarga telefon qilaverasizlar.